Domdan charchab, arzon 70 ming, 80 ming atrofida yangi uy qidirayotgan ukalarimizga yana bitta yangi variant. Assalomu alaykum, bizani kuzatib borayotganlar. Jdanov Layli mahallaga kelganmizda, Sergeli atrofidagi territoriya 2 sotuv 4 xonali yangi uchastka chiqyapti. Mana shu yerimizni obzor qilib beramiz. Pishqashdan qurilgan, ideal qilib remontdan chiqarilgan, atrofda hamma qulayliklar bor bo'lgan lokatsiyada mana shu uchastka sotuvda. Kirib kelishdan tushuntiramiz. Kirib kelish darvozamiz bu yoqdan bo'ladi. Darvoza xonalar ustini ko'rasizlar, cho'tki qilib, mana shunday navesta qilib yopilgan. Bemalol yog'ingarchilik paytida mashinani olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoq tarafda bo'lsa, qo'l uchun yashil hududlar qoldirilgan. Uy oldi tarafida qo'l uchun обязательно mana hojatxonalar qilib qo'yilgan. To'pli pollarigacha qilib qo'yishgan ekan. Uy oldi tarafidan yerto'laga tushsak bo'ladi. Katta yerto'la bor ekan, 2 xonaga razil qilingan. Tushib o'tirmadik. Kelgan odam xudo xolisa o'zi ko'rib, xudo xolisa cho'miladi. Mana endi uyga kiramiz. Koridor kengligini ko'ryapsizlar, remontlarni ko'ryapsizlar o'zingizlar. Arzoncha tufta remontlar qilinmagan. Yaxshi sifatli eshiklardan qo'ydirishgan ekan. Kirganingizda shundoq maza qilib boradi ko'rib odam. O'ng qo'ldan boshlaymiz. O'ng qo'limizda katta razmerda oshxona joylashgan. Ko'ryapsizlar, trubalar suvlar tortilgan, kanalizatsiya qilingan. Xolos, yorug' svet tabo'li ochtirilgan, maza qilib, mana shu yerda nonushtalarni qilib. Oshxona yonida detskiy xona. Ustalarni ko'rib qo'yasizlar o'zingizlar. Ko'rib baho berasizlar demoqchiman. Detskiy xonaning yonida ota-onalarga mo'ljallangan katta razmerda yotoqxona bo'ladi. Bu yotoqxonaning o'zining ichida sanuzel xonalari bor, hamma sharoitlar qilingan. Mana ko'ryapsizlar. Vanna, unitaz, rakmina, xullas hamma narsasi qilingan, mana ko'ryapsizlar. Binoda havo aylanishi uchun orqa tarafda ham joy tashalgan. Bu xonamiz yonida mana yana kattaligi mo'ljallangan yotoqxona. Lekin razmerlari yomon emas. Katta razmerda qilishibdi. Havo aylanishi uchun orqa tarafda mana joy qoldirilgan. Bu tarafda kotelxona. Kotellar qo'yib beriladi. Hop. Koridorga chiqadigan bo'lsa, yana umumiy sanuzelxona, katta razmerda mana ko'ringlar. Kir mashina uchun ham mana kanalizatsiya, suv trubalar tortilgan mana. Xullas, xonadonga $72 ming so'rashyapti. Jdanov Layli mahallada joylashgan. Kelishadigan joylari bor. Batafsil ma'lumot olish uchun opisaniyadagi raqamga bog'lansanglar, lokatsiya, egadan raqami, xullas hamma ma'lumotlarni berishadi. Salomat bo'linglar, arzon qidirganlarga tarqatib